Vatandan kelgan uchurlar. Uyg'ur o'smirlarni majburiy emgak silish davom qilmoqda. 2021-yili 5-oyning 23-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, 5-oyning 22-kuni Qashqardan Kuytunga 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni majburiy emgakka elib mangan. Sharqiy Turkistonda nopos aniqlash jiddiy davom qilmoqda. 2021-yili 5-oyning 24-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonda nopos aniqlash bek jiddiy ilib berilayotgan bo'lib, o'lganlar sonini aniqlash umumyuzlik ching tutilib yetibdi. Noposti bor, ammo o'zi yo'qlar, boshqa yerga ketib nopos yo'tkimaganlar o'lib ketganlarni aniqlash asosiy nishonkan. Undan boshqa qoro joylar 3 avlodgacha surishtirilib, ondan igdorchiligi bekitildi ekan. Bu xizmatni ishlayotganlar qattiq nazorat ostida kecha-kunduz degidek ishlayotgan bo'lsa-mu, maoshini ola olmagan. Bu xizmatni ishlayotganlarning telefoniga maxsus GPS qachilangan bo'lib, alohida nazorat ostida xizmat qiladi ekan. Xitoy Yevropaga irqiy qirg'inchilikning qanday bo'lganligini bilisizlar dedi. Siyosat gazetining 25-maydagi xabarda deyilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi seshanba kuni Yevropaning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risida Xitoyga yurgizgan jazosiga ochiq-oshkora hujum qo'zg'agan va Yevropa irqiy qirg'inchilikning nimaligini bildi deb bildirgan. Yaqinqi bir qancha oy ichida Amerika boshchiligidagi Yevropadagi bir qancha davlat Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb atagan bo'lib, G'arbning diqqati Sharqiy Turkistondagi majburiy emgak va jazo lagerlariga markazlashgan. Buningga chidmagan Xitoy o'zining Sharqiy Turkistondagi razil qilmishlarini turli safsatlar bilan pardozlab, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinib kelmoqda. Wang bu qatimmo Xitoyga bo'lgan qarshi fikrlarga pisand qilmasdan, Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan kishilik huquq dafsanchiligini butunlay inkor qilib, Yevropa bilan har taraflama hamkorlikni saqlab qolish va kengaytirish niyatining borligini o'tirib qo'ygan. Artist John Cena Tayvanni davlat deb ataganligi sababli kechirim so'radi. Al Jazeera to'rining 25-maydagi xabariga qaraganda, Amerikalik artist va chelishish chempioni John Cena o'zining eng yangi filmining tashviqot filmida Tayvanni bir davlat deb ataganligi uchun Xitoydan kechirim so'rashga majbur bo'lgan. Cena seshanba kuni Xitoyning ijtimoiy aloqa supsi bo'lgan Weibo hisobida o'zining Tez va 9 ochiq nomli filmining tashviqotida Tayvanni bir davlat deb ataganligi uchun kechirim so'rab film ishlagan bo'lib, u filmda "Men xatolik o'tkazdim. Hammadan muhimi men Jungoni va jungoliklarni yaxshi ko'raman" degan. Uning bu kechirim so'rash to'g'risidagi filmi Xitoy ijtimoiy taratqularda texmo g'azab qo'zg'agan va Sinani Tayvanni Xitoyning bir qismi deb aytmadi deb ayblagan. Sina o'xshashla Amerikada Cumhuriyetçiler Partiyasi va boshqa tanqidchilarning tanqidiga uchragan bo'lib, uni Xitoyga bosh egdi deb ayblagan. Sun'iy aql hissiyot bayqash yumshoq detali Uyg'urlarda sinab qilindi. Angliya BBC xabar agentligining 26-maydagi xabariga qaraganda, sun'iy aql va chiroy tunish orqali hissiyot holatini ifodalaydigan kamera sistemasi Uyg'urlarga sinab qilingan bo'lib, ismini oshkorlashni xohlamagan bir yumshoq detal injeneri Sharqiy Turkiston rayonidagi saqchixonalarda bu xil sistemalarni o'rnatganligini oshkorlagan. Injenerning bildirishicha, sun'iy aql sistemasining yuz ifodasi va teri tartishuvchilardagi minutlik o'zgarishlarni bayqash va tahlil qilish iqtidori bor bo'lib, Xitoylar bu detalni ishonchli dalil isbot yo'q ahvolda oldin hukm qilish uchun ishlatadi ekan. Hozirga qadar Xitoydagi texnik shirkatlarining davlat bilan qanchalik munosabati borligi to'g'risida munozaralar bo'lib kelgan bo'lsa-mu, Amerikaning ba'zi qilgan tadqiqot guruhi IPVM chiroy tunish mahsulotlarining
maxsus Uyg'urlarni farqlantirish uchun loyihalanganligini bayqagan. Xitoy hukumatı Uyg'ur alohida sud mahkamasini Xitoyning ichki ishiga aralashdi deb aybladi. Xitoy hukumatı 25 may vatanimiz Sharqiy Turkistonda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lib, Xitoyning razil qilmishlarini fosh qilish uchun Angliyada qurilgan Uyg'ur sud mahkamasini qaralagan. Uyg'ur sud mahkamasi yaqinda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risida sud ochadigan bo'lib, Xitoy bu sud mahkamasini Amerika boshchiligidagi Xitoyga qarshi bir qancha davlat va Dunyo Uyg'ur qurultiyi birlikda qurgan qonunsiz tashkilot deb ayblagan. Xitoy hukumatı yana Sharqiy Turkistondagi razil qilmishlarni butunlay nomussizlarcha inkor qilib, Uyg'ur sud mahkamasini Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik bor deb yolg'onni to'qish orqali Xitoyning ichki ishlariga aralashdi deb bildirlagan. Xitoy ideologiyasining Uyg'urlardagi ta'sirlari. Hozir ko'p qism Uyg'urlarda bir odamni asalla Xitoyning odami, Xitoyning jasusi deyish umumlashgan bo'lib, tunugun hamma biladigan bir Uyg'ur ko'z qarshining o'xshamasligi va yoki qilgan so'zning ko'ngilga yoqmasligi sababidan bugun Xitoyning odami yoki Xitoyning jasusi deb atilib qolishi tamoman mumkin. Bundaq batnomlarga uchrayotgan kishilarning ichida ko'pincha kishilar bilmaydigan odatdagi odamlardan tortib hammaga tonishliq jamoat arboblargacha bor. Bundaq misollarni biz doim ko'rib yoki anglab turyapmiz. Bu zodi nima uchun? Bizda rostilla shundaq ko'p xoinlar, jasuslar bormi? Rostilla shuncha ko'p Uyg'ur Xitoy uchun jasuslik qilamdi. Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni parchalash uchun barliq vositalarni ishlatadiganligi to'r dunyosida bo'lsin, vatan ichi sirtida bo'lsin, o'z odamlarining barligi aniq. Ammo Uyg'urlar ichida o'ziga yoqmagan yoki fikr va ko'z qarashda farqli bo'lgan odamni ittiqla Xitoyning odami deb hukm qiladigan zihniyat Xitoyning odamlaridan qo'rqinchli bir narsadir. Undaqda bizdagi bu xil xarakter nadan kelgan? Xitoyda burun eng ko'p anglaydigan so'zlar sinfiy ziddiyat va sinfiy kurash bo'lib, ayni vaqtdagi har xil tashviqot vositalarida va har xil so'rovlarda bu atalg'ular doim ta'kidlanib turgan. O'xshash bir davlatning fuqarolarini dushman va xalqdan iborat ikki xil sinfga ayirib muomala qilish kommunist ideologiyasining mahsuloti bo'lib, qonun bo'yicha ish bajaradigan davlatlarda kim qonunga xiloflik qilsa, uni qonun bo'yicha jazolaydi, ammo dushman va xalq deb ikki xil sinfga ayirmaydi. Xitoyning ikki xil sinfga ayirish o'lchamlariga qarsak, uningda qonun asos qilinmasdan balki ideologiya va subyektiv ko'z qarash asosiy o'lcham qilinadiganligini ko'rib olish uncha qiyin emas. Buningdan 2300 yil ilgari yozilgan Shang Junshu, ya'ni Shangning podshoh qo'llanmasi degan kitobda xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, uning ikkinchisida xalqni kontrol qilishda birli e'tiqod yoki birli xil ideologiya barpo qilishning muhimligi alayda ta'kidlangan. Xalqni kontrol qilishning 5 xil usulining ikkinchisida munolar yozilgan. Birinchi, hukumat xalqning bilimlik bo'lishini, munozir qilishni bilishini, aqlliq bo'lishini, samimiy bo'lishini, pok bo'lishini, ko'ngil etishni bilishini, axloqliq bo'lishini, o'zaro ittifoqlashishni, adolatlik va haqqoniy bo'lishini, inovatlik bo'lishini, hurmatlik bo'lishini cheklash. Ya'ni mushu xil sifatlarga ega bo'lganlarni mukofotlashni yoki ularga yuqori mansab berishni qattiq cheklash. Ikkinchi, podshohning amrini va yoki buyrug'ini tanqid qilishga va yoki hukumat amaldorlariga o'zining mustaqil ko'z qarashini o'tirg'i qo'yishga yo'l qo'ymaslik kerak. Uchinchi, kuchli odamlarni vayron qilish, aqlli odamlarni yo'q qilish, taqdirlanish va yoki amalga erishish uchun faqat va faqat hokimiyat uchun urush qilishni shart qilish, podshoh uchun yer terish, podshoh uchun urush qilishdan boshqa barliq axloq fazilatlarni taqdirlash yoki amal berishning o'lcham qilmaslik kerak. To'rtinchi, agar xalq munozir qilishni, bilim egallashni, savdo qilishni, qo'l hunarvanchilikni yaxshi ko'rsa,
ular padişah yoki hokimiyat uchun ishlamaydi, urush qilib, qon to'kmaydi. Natijada bundaq hokimiyat uzunga bormay vayron bo'ladi. 5. Agar davlatda biror masala ko'rilsa, bilim egasi qonun tuzumni ayiblaydi. Tijoratchi fursatni g'animat biladi, qo'l hunarvan hokimiyatga bo'ysunmaydi. Natijada hokimiyat mag'lub bo'ladi. 6. Agar hamma xalq munozir qiladigan, bilim egilishni yaxshi ko'radigan bo'lsa, padişah va hokimiyat uchun ishlaydigan odam qolmaydi. Davlat uzunga bormay vayron bo'ladi. Shunga undaq insonlarni jinoyatchi qatorida ko'rish kerak. 7. Agar 1000 odam ichida bir odam munozir qilishga amroq, bilim egilishni yaxshi ko'radigan, savdo setiqqa usti bo'lsa, qolgan insonlar padişah yoki hokimiyat uchun ishlashdan, urush qilishdan qochib, hamma odam bilim egilashga, savdo qilishga intiladi. 8. Agar davlatda san'atchilar, artistlar bo'lsa, ular o'yin qo'ysa, dehqonlar yer terganda, askarlar urush qilganda, diqqatini o'zi qilayotgan ishlarga yig'olmaydi. 9. Shunga munozir qilishni, bilim elishni, o'yin san'at qo'yishni cheklash, ideyani birlikka keltirish kerak. Agar hozirgi Xitoy hukumatining xalqni kontrol qilish siyosatiga, bo'libmi Uyg'urlarga qaratgan siyosatiga qaraydigan bo'lsak, hozir yanala ayni usulni qo'llanayotganligini ko'rib olaymiz. Yuqorida tilga ilingan sifatdagi Uyg'urlar hozir lagerlarga, turmalarga yo'llandi va yo'qotilyotdi. Ayni vaqtda Xitoy kommunistik hokimiyati dastlabki vaqtlarda tarixdagi podshohlarning odati bo'yicha xalqni 10 darajaga ayirgan bo'lib, markazdagi amaldorlarni 1-o'ringa, yerlik amaldorlarni 2-o'ringa, Budda dini rahiblarni 3-o'ringa, Dao diniga e'tiqod qiladigan rahiblarni 4-o'ringa, tabib va doktorlarni 5-o'ringa, ishchi dehqonlarni 6-o'ringa, qo'l hunarvanchilarni 7-o'ringa, fohishi ayollarni 8-o'ringa, ziyolilarni 9-o'ringa, tilamchilarni 10-o'ringa qo'ygan. Ziyolilarni fohish ayollardan tuvan 9-o'ringa qo'yib, ularni chetga qoqqan, emgak bilan o'zgartirish lagerlariga avatgan yoki turmalarga so'ligan. Xitoy hukumatining bu qilmishining 2300 yil burungi podshohlarning bilim egillarini, mustaqil fikr yurgizalaydigan ziyolilarni o'z hukmronligiga eng cho'ng tahdid deb qarashi bilan hech qanday farqi bo'lmagan. Xitoy hukumati va Xitoy amaldorlari oldi bilan shu ideologiyaning yetakchiligi bilan subyektiv ko'z qarshiga asosan xalqni do'st va dushman deb ikkiga ayirib muomala qilishga odatlangan bo'lib, fikr va ko'z qarashda farqli bo'lganlarga mustaqil tafakkur qiladigan, mustaqil fikr yurgizalaydiganlarga, qarshi fikrda bo'lgan yoki haqsizlikqa sukut qilmaydiganlarga dushman qalpig'ini kiydirgan va yoki ularni sestish, yolg'iz qoldirish siyosatini qo'llangan. Erkin munozir qilish va jamoat fikr to'plashni cheklagan. Xalqdan qonun tuzumga bo'ysunishni emas, balki amaldor yoki rahbarga bo'ysunishni talab qilgan. Namunachi va xizmat ko'rsatganlarni baholashda o'zgacha fikr va ko'z qarashlarni o'tirg'i qo'yib, yangilik yaratganlarni emas, balki rahbarlarga bo'ysungan va yoki rahbarning digini bo'yicha ish qilganlarni asos qilgan. Agar biz sovuqqonlik bilan o'ylab baqsak, Xitoy hokimiyatining uzun muddatlik siyosati va ideologiyasining bizning tafakkurimizga qanchalik ta'sir ko'rsatganligini farq etmak uncha tas emas. Masalan, biz uni e'tirof qilmizmi yo'q, bizda uningga yuzlanadigan jasorat bormi yo'q deganda, bu hozir bizda kun sayin ig'irlashayotgan yomon xarakterlik o'sma bo'lib, u xalqimizning ittifoqligiga va da'voning taraqqiyotiga to'salg'i bo'layotgan muhim sabablarning biri. Bizning ichimizda fikr qarashlari o'xshash bo'lmagan odamlar va guruhlar ko'p bo'lishi mumkin. Ammo bizdagi o'rtoqlik, bizdagi farqdan bakmi zo'r. Bizning o'rtoq dushmanimiz Xitoy. O'rtoq nishonimiz vatan millatning tal-to'kis ozodligi. Mushundaq turuqliq shaxsiy hissiyotimiz tufaylidan va ko'z qarashdagi farqlar tufaylidan bir-birimizni dushmanga chiqarish tarixiy xarakterli xatolik va aqlsizlik bo'ladi. Hozir ba'zi aqlsiz kishilar hatto tarixiy shaxslarni Xitoyning odami deb isbotlashga urinmoqda.
tarixiy shaxslarni va millat uchun xizmat qilayotgan shaxslarning o'tmishini tanqid qilish faqat xatoliklarning qayta sodir bo'lishining oldini olish uchun bo'lishi kerak. Undan boshqa maqsadda elib berilgan o'z ichimizdan dushman izlash faqat Xitoy zihniyatining bizni halokatga boshlaydigan ta'siridan iborat xolos. Erik yo'lidagi qismatlar 5-qism. G'oyaviy manzil Turkiyaga yetib kelish. 2014-yili har qaysi Sharqiy Janubiy Osiyo ellarida qapsilib qolgan Uyg'urlarga kayni-kayndan kelishga boshlagandan keyin Odiljon va do'stlari vaziyati davolg'ib turayotgan Malayziyadan tezroq Turkiyaga ketib olish uchun jiddiy chora izlashga boshlaydi. Ayni chog'da Turkiya tavasiga chaqqan kirishning damonliqi jonga asqatadigan qor yo'li dal soxta pasport yasatish edi. Bundaq fursatmu yanılı qo'lida yetarlik puli borlarga nisb bo'ladi. Nimali bo'lmasin, Odiljon va bir qism do'stlari aloqa vositalari bilan oila va boshqa do'stlar bilan aloqalashib yurib, soxta pasport yasatib, tavakkulchilik bilan Malayziyadan chiqib ketishni qaror qilishdi. Gerçi planni xeli puxta tuzgan bo'lsa-mu, biroq o'ylamagan yerdan ular 2014-yili 22-iyun Kuala Lumpur xalqaro aeroportida biroqla tutqun qilinib, solab qo'yilgan. Ularning aslab berishicha, bir haftadan keyin, ya'ni 28-iyun Ramazonning tunji kunidan boshlab, ro'za etqichi bo'lgan bir oy ichida bu yerga solangan Uyg'urlarning soni 250 nafardan oshib ketgan. Bulardan tali o'ngdan kelganlari shu yil Ramazonning oxirida Malayziyadagi bir qism diniy xayr-saxovat organlarining favqulodda moddiy yordamiga erishib, ro'ziyatdan keyinla Turkiyaga omon-eson yetib kelib olgan. Yana ba'zilari shu yilning oxirgi minutlari Malayziyadan ayrilib Turkiyaga keladigan. Oxirgi bir qismi qonunsiz chegaradan kirgan degan ayblash bilan turmaga tashlangan. Keyincha ularmu Turkiya tarafining yiztashligi va shu yerda turishliq bir qism turk saxovatchilarining yordamida Turkiyaga utuqliq kelib olgan. Turkiya davlati chet ellarga hijrat qilib chiqqan Uyg'urlar eng ko'p panohlangan davlatlarning biri bo'lish sifati bilan 2014-yili martdan boshlab Vietnam, Laos, Tayland, Malayziyalarda azob chekkan Uyg'ur musofirlarga bevosita yordam qo'lini uzatgan birdan-bir davlat edi. Odiljonlardan sal burunroq aeroportdagi tutib turish o'rnidan eng baldur qutulib Turkiyaga salomat kelib olgan Qurbonjon shu qitimqi safar haqida to'xtalib mundaq deydi. Ming bir jafo mushaqqatda Taylanddan Malayziyaga o'ngishli o'tib olgandan keyin yana shu pul xajlab yurib Turkiyaning soxta pasportini yasatdik. Bumu puli bog'log'i nisb bo'ldi. Pulsiz bechoralar, ig'ir kasalchanlar, yana shu ba'zilari o'rmonliqda, ba'zilari mo'kib yurgan uylarda yig'ilgan peti qoldi. Qo'limizga Turkiya pasportini olgan 30 nechimiz xo'shalliqda ilgiriki jafoyimizni unutgan peti Malayziyadan Istanbulga uchadigan aeroplanga chiqdik. Biletni qanday olganligimizni so'ramamsizlar. Kuala Lumpur bilan Istanbulning oraliqi yaqin emas. Udul uchadigan aeroplan bileti qimmat bo'lg'ashqa, yetakchimizning yo'l ko'rsatishi bilan yenimizdagi barliq pulimizni chiqarib, Kuala Lumpurdan Dubayga, Dubaydan Istanbulga uchadigan bilet setib olindi. Puli yetmaganlar boshqalardan qarz oldi. Nima kun ko'rsak mayli. Ish qilib Turkiyaga berib olsaqlar, murodimizga yetatdik. Zoriqib kutgan Istanbulga oxiri yetib keldik. Bir yilga yaqin Vietnam, Tayland, Malayziyada sarson bo'lib tortgan jafo mushaqqat hamda oxirlashdi. Shukri dedik. Biz baq qo'rqib ketib, aldirapli soxta turk pasporti yasatib kelgan bo'lg'ashqa, Turkiyada aeroplan stansiyasida pasport tekshiradigan yerda tuyuqsiz soqchilar patparaq bo'lib, bizni qorshib oldi. 35 ga yaqin Uyg'urni turk soqchilar qo'pollik bilan so'roq qilg'ash, tutib bir o'yga solab qo'ydi. Vatandagi chaqda talpingan Turkiyadagi bu turk soqchilar amdilikda ko'zimga qo'rqinchli ko'rinishga boshladi. Chechini seriq bo'yab girim qilgan turk ayol soqchimi ko'zimga muz so'g'uq ko'rindi. Bular bizning musulmon qarindoshlarimiz emasmidi? U yoqdan qadam besishimizga nemishqa bizga buncha bo'la so'g'uq ham qo'pol muomala qiladi. Er soqchining ishtirib elib mengishlari cho'tixi. Vatandagi chaqda
Türkler Uyg'urga andoq amroqay, mandoq amroqay degan iboralar amdilikda xiyol ekranimda rivoyatga aylanmoqda edi. Xap, shu chog'dagi ochiqim shundoq ochiq tuyg'uni paydo qilgan edi. Chunki nimani degan bilan u chog'dagi keskin vaziyatda saxta turk pasporti yasitib xatarga tavakkul qilish har holda Malayziyada o'limni kutib yotgandan ming afzal edi. Bir yildak chidg'usiz jafo mushaqqatlarni boshdan kechirgachga bizning elimizdagi g'oyaviy hurmatga sazovar suyimli Turkiyadan tunji uchirishdilar. Buncha eg'ir dashnom yeyish rostilla eg'ir kelgan edi. Ish qilib men bu yerga kelibla aeroplanda qilgan she'rin xiyolning hech birini ko'rmadim. Saqchilar qo'pollik bilan silkishlab yurib, bizni aeroplan stansiyasidagi bir tutib turish uyiga solab qo'ydi. Turkcha, Uyg'urchaga shundoq yaqin deb anglagan edim. Ammo bularning qo'pol olmaygan chiroyidan, qo'l shiltib vaqirashlaridan boshqa bir narsa tushunmadim. Qani men orzu qilgan Istanbulning ko'k osmini, qani u hayvatlik masjidlar, qani u Marmara dengizi ustidagi osmi ko'rik, qani u kino filmlardagi romantik sahnalar. Bu yerda bizni kutib olgani jinoyatchiga qilingan qo'pol va so'g'uq muomala. 20 kundek quyosh nuri ko'may aeroplan stansiyasidagi uyga solinib, har kuni so'roq qilinib turdik. Bizning saxta pasport bilan Istanbulga kelishimiz og'ir bir jinoyat edi. 20 necha kun bo'lganda oramizdagi bir ayol sakratga tushib, jon talishib qoldi. Bu chaqda bir oz insofga kelgan turk soqchi amaldori bizning aeroplan stansiyasidagi solaxona uydan chiqib, sirtdagi solaxonaga yo'tkilishimizga sakratdagi ayolni doktorlarga ko'rsatishga ma'qul bo'ldi. Allohga shukr. Her holda İstanbul aeroplan stansiyasida Xitoyga qaytirilish xavfidan bir oz bo'lsin qutuldik. Mashinada mang'ash sirtdagi manzarlarni oz to'la ko'gili, erkin odamlarning minish turishini ko'gili bo'ldi. Uzun o'tmay ochiqim yonganda o'zimizning ba'zi ishlarni xelala chala va xam qilib qo'yganligimizni his qildim. Shunga Odiljonlar kelishdan burun ularga oldi bilan Turkiyadagi nopozliq Uyg'ur tashkilotlari yoki Uyg'ur jamoat arboblari bilan ko'rishib, shularning yo'l ko'rsatishi bilan ish ko'rishini qattiq chekiladim. Chunki biz mang'anda bunday qilishga imkoniyat bo'lmag'achqa Istanbulga kelib, oz bo'lmagan avorchilikqa uchirgandik. Shunga boshqa qarindoshlarimizning bizda kutilmagan kelishmaslikka duchor bo'lishini qat'iy xohlamaydik. Ayni chog'da Odiljonlardan sal burunroq Malayziyaga kelib olgan Maralbeshilik Jaloliddin qo'li qisqa bo'lganlikdan Turkiyaga vaqtida ketolmay 1 yildak saqlab yurib, mingtasda Turkiyaga kelib olgan. Uningmi tali o'ngdan kelgan bo'lib, shu qitimqi Turkiya safarida 180 dak Uyg'ur uning bilan birga mang'ashqa. Bu qitimqi oxirgi tavakkulchilik safari har holda uningga burunqi xatarlik va ansizlik ichidagi qattiq qo'rqinchli safarlardek ig'ir to'xtamagan. Uning ustiga u Qurbonjondek eng baldur tali kelib Turkiyaga salomat berib olgan bo'lsa-mu, biroq pasporti saxta bo'lg'ashqa chegaradan kirishda uchirgan avorchiliklardan xoli bo'la olmaydi. Chunki uning qo'lida Turkiyaning Malayziyadagi elchixonasi chiqarib bergan turk pasporti bor edi. U ayni chog'dagi ahvolni qisqacha aslab mundaq deydi. Kuala Lumpurga borgandan keyin u yerdan chiqib ketish uncha oson bo'lmadi. Qo'limizda hech qanday qog'oz yoki pasport bo'lmag'achqa bu yerda fursat kutishga to'g'ri keldi. Turkiyadagi qarindoshlar yo'limizni menib Malayziyadagi turk elchixonasidan bizga pasport bejirib berishga ko'p kuch chiqadi. Bundaq kutish va rasmiyat bejirish jarayoni toki 1 yilgacha cho'zildi. Bizning guruhda qo'lida tuzuk iqtisodi bo'lmaganlardan men bor edim. Shunlashqa men na Qurbonjonlar bilan, na Odiljonlar bilan shu yillar Turkiyaga ketolmagan edim. Ammo nimali bo'lmasin, Malayziyadagi 1 yildan ortiq yo'shirinib turish jarayonida mening rasmiyatlarim bitib, oxiri Turkiyaga uchadigan qimmatli aeroplanga chiqdim. Biz shu qitim Malayziyadan aeroplanga chiqqanlar jami 180 dak kishi bo'lib, bilishimcha ularning ichida 20-30 dak kishi Malayziyada burun tutilib qolganlar ekan. Qolganlarimiz qarindoshlarning yordami bilan qonunli turk pasporti bejirib yo'lga chiqqanlar edik. Shu kuni yillarcha so'zilgan bu qoshqulliq safarimizni oxirlashtirib Turkiyaga omon-eson yetib keldik. Endi Odiljon bilan uning boshqa do'st yorallariga kelsak, ular Kuala Lumpur xalqaro aeroportining tutib turish o'rnida
3 oydak solab qo'yilgandan keyin yanali shu yerdagi musulmonlarning ba'zi ijtimoiy tashkilotlarining yordamlari bilan utuqliq so'loqdan chiqib, shularning yordami bilan pasportlarga qonunliq kirish tamg'isi bostirib, ondan Malayziya chegarasidan muvaffaqiyatli o'tib Turkiyaga qarab ushgan. Odiljon shu halqiliq minutlarni eg'ir xursinish ilkida aslab mundaq deydi. Bir yilga yaqin jafoliq qochoq hayotimizda to'limi ehtiyotchan va qo'rqinchoq bo'lib qolgan ekanmiz. Qo'limizda hech qanday salohiyat belgisi bo'lmag'achqa, tutilib qilishdan qattiq andish qilatdik. Hatto biroz qattiqroq vaqirab qolsimi, meni bayqab qolgan chig'i deb o'ylab kelib, yuragimiz qortida qilib qolatdi. Necha davlatning chegarasidan qor yo'llar orqali o'tkicha qandoq sur bosgan bo'lsa, oshkor holda bir davlatning tamojni bexatarlik o'rnidan o'tish texmi qiyin edi. Chunki oldingi qitimda aeroportda tutilib qolgandan buyon bizning Turkiyaga saq ketish ishonchimiz biroqla solishib ketgan edi. Shundaqdimi o'lmagan jonda umid bor deb oxirgi g'ayratimizni yig'ib turib, oxirgi safarimizni yaratgan Allohga tavakkul qilib boshladik. Ta'limimizga bu qitim to'solg'usizlar chegaradan o'tib ketdik. Lekin andishimiz va qo'rqinchimiz texicha davom qilyapti. Ba'zilar aeroplanga chiqiblar, oxir qutuldik deyishib yayrab ketdi. Men bo'lsam, aeroplan ko'tarilib Malayziya osmonidan g'oyib bo'lgandan keyin ondan o'zimni ozroq yeniklagandek his qildim. Faqat aeroplan Istanbulga omon eson qo'ngandan keyinla ondan menmi biroqli yuragimni qisib turgan zanjir kishanlardan biroqli xalos bo'lgandek, yelkamni besib turgan bir tog' yo'qolib ketgandek birdilla yeniklab qoldim. Bizdan burun tayyorliqsizlik kelganlarning ko'p tajriba saboqlaridan xabar topqashqa, biz har holda xelili puxta tayyorlik bilan kelgan edik. Shunlashqa biz qurbonjonlar uchirgan qo'pollik va o'ktamlikka uchirmadik. Balki aeroportlar sayohat belgisiga erishib, Turkiyaning eng sirliq qadimki poytaxti hamda bu yerdagi konu Uyg'urlarning urumchisi bo'lib qolgan Istanbul shahriga qadam qo'ydik. Bu kun hayotimizdagi unutilmas, hayajonli bir kun bo'lib qoldi. Chunki bu kuni hammaylar o'zini go'yo yangidan dunyoga kelgandek his qilgan edi. Undaqda oxirgi cho'ng xiyim xatarlardan mo'jizlarcha qutulib kelib, 3 turkumga bo'linib Turkiyaga sog'-salomat yetib kelgan bu tavakkulchi musofirlarning Turkiya ichida yerlashgandan keyingi ahvoli qanday bo'ldi? Ular ko'nglidagi istaklarga, g'oyaviy maqsadlarga yetaladimi? Bularga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli keyingi sonda bo'lsin. Yıkıp yürügen dünyasını toyga dep, öter mihman geldi oyga dep. Desen agar düşenmestin bu konuda, bilip koygun Uygur degen muşunda. Yıkıp yürügen dünyasını toyga dep, öter mihman geldi oyga dep. Desen agar düşenmestin bu konuda, bilip koygun Uygur degen muşunda. Uygurlarning qulay oltin ko'ngli gul, o'tbaroq solqinlar turgan dashti cho'l. Uygurlarning qulay oltin ko'ngli gul, o'tbaroq solqinlar turgan dashti cho'l. Do'st degan mehri o'chib ko'ngli